Juda ham ko'p beriladigan savolim, aka telefonim juda ham qotib ishlaydi, nimadir qilsam bo'ladimi? degan savolga men hozir javob beraman. Ikkala telefon, Redmi da ham, Samsung da ham o'rgataman. Buning uchun bir dona like, podpiska va kommentariy yozib qo'yish esdan chiqmasin. Shunaqa telefoni qotib ishlaydigan do'stlaringizga bu videoni jo'natib qo'ying. Bir kun kelib sizga ham kerak bo'lib qolishi mumkin. Demak, bosdik. Hozir biz ikkita telefonda, biri Redmi, biri Samsungda ishlatib ko'ramiz. Redmidan boshlaymiz. Qaranglar. Redmining nastroykasiga kiramiz. Nastroykadan telefoniga o'tamiz. Bu yerda VC parametrga o'tib, bu yerda versiya menu bor. Xuddi shunisiga bosamiz. 3-4 marta bossak, mana dasturlovchisiz degan yozuv chiqdi. Endi bundan qaytamiz. Qaytib pastroqqa tushamiz. Разрешение настройка bor. Xuddi yerga kiramiz. Для разработчиков. Shunga tushamiz, pastroqqa tushamiz. Mana bu yerda animatsiya okna bor. Xuddi shularni bez animatsiya qilib chiqamiz. Telefon bez animatsiyasi ishlaydi, shunda telefon sal tezroq ishlaydi. Samsungda ham xuddi shunday, nastroykaga kiramiz, nastroykadan pastroqqa tushib, telefon haqiga kiramiz. Dastur haqida ma'lumotga kiramiz. Bu yerda mana release raqami bor. Xuddi shuni ustiga bosamiz. Sizlarda boshqacha bo'lishi mumkin. Ishlab chiqarish rejimi yo'qoldi deyapti. Endi qaytamiz. Mana bu yerda ishlab chiqaruvchiga o'tdingiz. Xuddi shunga kirib, bunda ham eng pastiga tushamiz, pastroqqa tushib, mana oyna animatsiyasi